Assalomu alaykum hammaga, yangi videoga xush kelibsizlar. Mana oxirgi yuklagan videoyimga deyarli 1 yil bo'libdi. Bu 1 yil ichida juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi hayotimda. Bu katta o'zgarishlardan bittasi bu yaqinda magistraturani tamomladim va diplomimni himoya qildim. Va undan tashqari bilasizlar, men oxirgi 7 yil ichida bankda ishlayman. Bankda lavozimim ko'tarildi. Lavozimingiz ko'tarilgandan keyin mas'uliyatlaringiz ham oshadi. Shuning uchun oxirgi 1 yoki 2 yil ichida meni har kungilik qiladigan ishim dushanbadan jumagacha ertalabdan kechgacha ishlash, shanba va yakshanba kunlari ertalabdan kechgacha universitetda yashash bo'ldi. Shuning uchun bundan boshqa narsaga vaqtim bo'lmadi va hozir mana magistraturani tamomladim. Endi umid qilamanki, video qilishga vaqtim bo'ladi. Va bu vaqtni ichida ko'pchiliklaring menga Instagramdan bog'landilaring va YouTube'da komment qismida yozib qoldirdilaring, nimaga videolar chiqmayapti yoki bo'lmasa hol ahvolingiz yaxshimi deb. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Endi yuqorida aytib o'tganimdek, mana magistraturani tamomladim, tabriklashlaring mumkin. Endi bundan bag'iga shu YouTube'ga video tayyorlashga biroz vaqt sarflayman va shunga harakat qilaman. Chunki YouTube kanalimni ochishimdan asosiy maqsadim bu boshqalarga qandaydir ma'noda foydam kelishi bo'lgan, yo foyda keltirish bo'lgan. Misol uchun birinchi Polshaga kelishimdan oldin O'zbekistondaligimda Polshada unchalik ko'p o'zbeklar yo'q edi. Shuning orqasidan Polsha haqida ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganman va o'shanda qaror qilgandim, O'zbekistondaligimda Polshaga borsam, Polsha haqida videolar tayyorlayman. Shunda menga o'xshagan odamlar Polsha haqida ma'lumotga ega bo'lib kelishadi deb. Keyin Polshaga keldim, YouTube kanalimni ochdim, Polshada o'qish haqida ma'lumot berishni boshladim. Mana hozirda o'zbekistonliklar juda ham ko'p Polshada va ko'pchilik Polshadan turib kontent yaratishyapti va boshqalarga foydali ma'lumotlar ulashishyapti. Undan keyin o'zim shu investitsiya qilishga, keyin moliyaviy jihatimni yaxshilashga qiziqishim ortdi va shuning orqasidan investitsiya haqida o'rgandim. Va undan keyin o'yladim, agar menga foydali bo'ladigan bo'lsa bu narsa, boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin deb. Undan keyin shuni natijasida investitsiya qilish haqida videolar tayyorlashni boshladim. Endi bundan buyog'iga ham investitsiya mavzulari bo'ladi, lekin boshqa mavzular haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Boshqa mavzular qaysiki menga foydasi tegadigan. Misol uchun o'qiydigan kitoblarim, u kitobdan nimalar o'rgandim, sizlarga tavsiya qilamanmi yo'qmi? Yevropada shu katta korxonalarda banklardan ish topish, qanday qilib ishga joylashish, CV'ni yoki bo'lmasa rezyumeni qanday tayyorlash va undan keyin ishga kirganingizdan keyin nimalarga e'tibor berishingiz kerak, shunda lavozimingiz tezroq ko'tariladi. Shular va shunga o'xshagan mavzular haqida videolar tayyorlamoqchiman, chunki birinchidan bu narsalar men uchun qiziq va foydali va ishonamanki bu kabi videolar yoki bo'lmasa ma'lumotlar boshqalarga ham foydali bo'ladi. Endi keyingi 6 oyga meni planim har haftada bittadan video chiqarish. Agar video chiqarmaydigan bo'lsam, komment qismlarida yozib qoldiringlar, "Ey, video chiqarishing kerak edi bu hafta" deb. Shunda menga ham qandaydir mas'uliyat yuklanadi. Shunda vaqt ajratishga harakat qilaman va ushbu videolarimni har hafta yakshanba kuni O'zbekiston vaqti bilan kechki payt 8 yoki 9 larda yuklamoqchiman. Komment qismlarida yozib qoldiringlar. Qaysi kunda yoki bo'lmasa qaysi vaqtda ko'proq YouTube video ko'rasizlar, o'sha vaqtda men videolarni chiqarishga harakat qilaman. Shunda ikkalamizga ham foydali bo'lgan bo'ladi. Undan tashqari qanaqadir sizni qiziqtiradigan mavzular bo'ladigan bo'lsa, ularni ham yozib qoldiringlar. Agar o'shalar haqida bilsam, sizlarga o'zimni bilganlarimni ulashishga harakat qilaman. O'ylaymanki, shu paytgacha chiqargan videolarim sizlarga foydali bo'lib kelyapti va bundan keyingi chiqaradigan videolarimni ham sizlarga foydasi tegadigan videolar qilib chiqarishga harakat qilaman. Men qaytdim YouTube'ga. Endi xudo xohlasa keyingi keyingi 6 oyda har hafta ko'rishadigan bo'lamiz. Keyingi haftada ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.